Assalomu alaykum, xayrli kun barchalarga aziz kuzatuvchilarimiz. Hozir sizlarga shaharlararo va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha onlayn chiptalarni UzBus mobil ilovasi orqali qanday xarid qilish kerakligi bo'yicha qo'llanmani tushuntirib o'taman. Ko'rib turganlaridek, O'zbekiston Respublikasi hududidan, ya'ni Toshkent shahridan Qozog'iston hamda Rossiya Federatsiyasiga hozirda avtobus qatnovlarimiz xalqaro yo'nalishlarda yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu yo'nalishlarda sizlarga onlayn chipta rasmiylashtirish bo'yicha tushunchani berib o'taman. Ko'rib turganlaringizda UzBus mobil ilovasiga kirganingizda xalqaro va shaharlararo yo'nalishlardan o'zingizga keraklisi, ya'ni xalqaroni tanlab olasiz. Shundan so'ng jo'natib ketish manzilini tanlagan holda, ya'ni Toshkent shahridan tanlab olasiz va qayergacha degan joyga xalqaro reys Moskvani tanlasangiz bo'ladi. Shundan so'ng sizga qaysi sanani belgilashingiz kerakligi bo'yicha bu yerda ma'lumot keladi. Ushbu ma'lumotga kirgan holda siz ketish kuningizni belgilab olasiz. Ketish sanasini belgilab bo'lganingizdan so'ng biroz pastga tushganingizda avtobusni qidirish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizga qatnov kuni, vaqti va chipta narxlari keltirib o'tiradi. Roziman tugmasini bosgan holda siz shundan so'ng avtobusdagi joyingizni belgilab olasiz. Hozirda bunga belgilangan yo'nalishimizda avtobusimizda joylar soni kam qolganligi sababli sizlarga tushuntirish oson bo'lishi uchun mana bo'sh joyimiz 13-joyni tanlagan holda keyingi tugmasini bosasiz. Shundan so'ng o'zingizga tegishli bo'lgan shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Ya'ni to'liq ism-sharifingizz, pasport ma'lumotlaringiz va telefon raqamlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda elektron pochta manzili ham so'raladi. Agar elektron pochta manzilingiz bo'lmasa, majburiy emas. Barcha shaxsiy ma'lumot kiritib bo'lganingizdan so'ng sizga karta raqami ma'lumotlarini kiritishingiz so'raladi va bu yerda siz karta raqamingizni amal qilish muddatini kiritishingiz kerak. Shundan so'ng SMS kod yuborish tugmasini bosasiz va siz UzAvtoTransservis avtobuslarida Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha onlayn chiptalarni xarid qilgan bo'lasiz. Bundan tashqari shaharlararo va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha onlayn chiptalarni xarid qilishingiz uchun UzBus mobil ilovasidan foydalangan holda qonuniy tarzda onlayn chiptalaringizni rasmiylashtirib, avtobus qatnovlarida safaringizni boshlashingiz mumkin bo'ladi va buni sizga tavsiya qilamiz.